Xayrli kun barchaga. Kuninglar yaxshi o'tdimi, azizlarim? Bugun sizlarga Atomidan yana bir mahsulot vitamin D haqida ma'lumot bermoqchiman. Vitamin D o'zi kimlar uchun mumkin deydigan bo'lsak, hozirgi kunda vitamin D hammani organizmida tanqis hisoblanadi. Vitamin D ni shifokorlarning aytishicha, vitamin D ni biz quyoshdan hozirgi kunda ololmas ekanmiz. Shuning uchun biz vitamin D ni tashqaridan berishimiz kerak. Buning uchun mana bunday eng sifatli vitamin D trilarni tanlashingiz mumkin bo'ladi. Atomining vitamin D trisi 90 donadan iborat. Ko'rib turganingizdek, vitamin D trimiz immuniteti past insonlarimiz uchun, doimiy charchoqda yuradigan insonlarimiz uchun hamda soch to'kilishi, undan tashqari yuzimizda aknelarning paydo bo'lishi, undan tashqari ayollarimizda hayz siklilarining buzilishlari, mana shunaqa sharoitlarda bemalol vitamin D ni tashqaridan iste'mol qilishimiz mumkin bo'ladi. Mana ko'rinishi bunaqa bo'ladi. Korичневый rangda o'zini paxtasi ham bor ekan. Mana paxtasini olib qo'yib bemalol iste'mol qilsalaringiz bo'ladi. Mana sizlarga hozir ochib ko'rsataman. Tabletka ko'rinishida. Eng sifatli vitamin D trilardan hisoblanadi. O'zining halol sertifikatiga ega azizlarim. Barchangizga vitamin D larimizni tavsiya qilamiz.